Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana hozir olma daraxtini 1 yil meva berib, 1 yil meva bermaslik sabablarini sizlarga hozir aytib o'taman. Buning eng katta asosiy sabablardan, muammolardan biri mana bu olma daraxtimizda bitta to'ppayda, bitta gulida 5 ta meva bor. Buni kamaytirishimiz kerak. Sababi mana bu olma daraxt mevamiz urug'lik meva. Bu urug' miqdori ko'pligi uchun buni gormoni kuchayib ketadi, gormoniga ta'sir qiladi va olma stress holatda bo'lib, o'ziga hozirgi holatda meva ko'p holatda o'zidan ancha kuch ko'p sarflaydi. Kelasi yilga bu gormonni ta'sirida meva solmay, solkashlik bo'ladi. Buning uchun mana bu g'uch to'ppaydagilarni kamaytirishimiz kerak. Bu o'zi tabiiy sharoitda ham to'kilib ketishi mumkin, lekin buni darajasi juda past. Shuning uchun biz buni qo'lda mana ko'ramiz. Bunda 3 ta ekan. Buni bittasini olib tashlanadi. Mana buni ham mana ko'rganingizdek olib tashlab, buni iloji boricha kamaytirish kerak. Lekin bu kichkina bitta shoximiz. Bunga 3 dona yo 4 dona qoldirish o'zi yetadi. Buni mana olib tashlaymiz. Xudo xohlasa, buni yagona qilganimizdan keyin olmalarimiz sifati ham kattalashadi, yiriklashib, chiroyli bo'ladi. Kelasi yilga ham albatta bu olma soladi.